Hammaga assalomu alaykum. Men tongim shunaqa yumshoqqina sosikali pirojkilar pishirishdan boshlandi. Albatta o'xshamagani sekingina o'zimiz yevormaymiz. Turmush o'rtog'imizga beramiz. Oh my god. Yoniga shunaqa домашний souslar ham tayyorlab qo'ydim. Uncha sosikani yaxshi ko'raman. Xo'janimga sosika bilan yoniga pyure qilib qo'ydim. Farzandlarim kolyaskasiga solib, kiyintirib, ozgina havo sovug'ida aylantirgan olib chiqdim. Shunaqa hozirlar bemalol suzib yurishadi. Ularga teginmaydi hech kim. Yurilasidagi kichkinagina o'rmonchamiz ko'rsataman. Shunchaki atmosferani tomosha qilib ozgina miyalaring dam oldirasizlar. Keyin sekin uyga qaytib ovqat tayyorladim. Amerikada mashinani dostavka qilsa bo'ladi, to'g'ri eshitdinglar. Mana mening mashinam o'zim shunaqa doskasi bor. Har xil nasatkalar bor ekan, tikishga buni sovg'aga solib har xil rangli iplari, o'zini metri, angishvonasi-yu qaychisigacha bor. Farzandlarimiz kichkina bo'lgani uchun ko'chaga chiqib ovqatlana olmaymiz. Shuning uchun xo'jayinim uyga shunaqa arablar oshxonasidan ovqat olib kelibdi. Noni просто bomba. Sizlar ham O'zbekistonda bo'lsa yeb ko'ringlar, yonida shunaqa souslari bilan. 10 dan 8 baho bergan bo'lardim. Menga uncha sous yoqmadi. Kechasiga shunaqa marshmelloni gazda pishirdim. Olayotganda ehtiyot bo'linglar, halol sertifikatli marshmelloning. Buning ichida ham jelatin bo'ladi. Bizning bir kunimiz shunday o'tdi. Sizlarga bye.